Bu medal, bu kubik, bu diplom olsan ham shu qo'ydi ekanmi? Ha, xuddi shu qo'ydik aka. Nima mahorati bor buni? Bu mahorati aka, bo'yi uzunligi bo'yicha, vesi og'irligi bo'yicha, chiroyi bo'yicha respublikada 2-o'rinni olgan. Mana diplomi. Malades. Laqabi ham bor ekan. Laqabi tuya ekan. Tuya laqabli qo'y ekan. Haqiqatda ko'rsangiz ham mana tuyadek qo'y ekan. Vesi ham 200 kilomi? 200 kilodan ortiq qo'y ekan mana. Bu chempion qo'ydan nima qilamiz endi Muhammad Aziz? Bu chempion qo'ydi aka, chempion qurbonlik qilaman degan akalarimizga sotamiz. Ko'rib turibsizlar, bu qo'yni qo'y boqadigan, qo'yni ishqibozlari biladi, qanday zotdor qo'yligini. Bu qo'yda xarid qilmoqchi bo'lganlar, sotib olmoqchi bo'lganlar yoki qurbonlikka olmoqchi bo'lganlar, ushbu nomerlarga telefon qilinglar. Chempion qo'y. Vazni ham 200 kilodan ortiq. Molda vesini bosaverar ekan. Kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda kelishtirib berishadi. Salomat bo'linglar. Ana